Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Men bugun Agrobank kasbkor nomidagi tadbirkorlar bilan uchrashuv bo'lmoqda. Murojaatda bo'lsa kelishingiz mumkin. Kelinglar. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz familiyangiz nima? Hayit Sunnatulloh. Hayit Sunnatulloh. Nima sababga kelgansiz? Kirtoy. Ish o'zimi. Yurtizimda. Nima maqsadimiz? Sho'rochi. Uyingizda mol bo'lsa sharoiti bormi? Bor shahar. O'z-o'zi bank qilgan to'g'risi. Bank qilib shu yerga kiramoqsiz. Ammo o'sha tartib bergansiz. O'sha 30 millionning kartadan bergansiz, to'g'ri? Ha, gapiram bergan. Bu karta bergan bo'lsa, hujjatlar topshirganimiz hammasini 3 kuncha chiqarib beramiz aka. Malaka rahmat. Sog' o'tirib siz haqmi? Keling. Assalomu alaykum. Qaysi mahalladasiz? Nima vaqtga kelgansiz? Selektordan Qatniyam? Nima qilamiz? Chorvachilik o'zini To'qqiz so'mga sharoitingiz bormi? To'qqiz so'm mol olishga, ya'nimizga molxonangiz bormi? Sharoitingiz bormi? bor. Kirto'rada qiynalmaysiz, to'qqiz ko'p chiqadi kirto'rada. Telefon raqamingizni ayting. Kapitadan bergansiz? Hujjatlar bergansiz? Kapitadan kelisizmi? Bo'ldi, ketmang. Chiqarganmiz. Ket. Isim adresini qaysi mahallada? Deyna o'zidanmi yo boshqa mahallada? Bo'lgan. Telefon raqamingizni ayting. 719 Qancha ketgan bo'lsin? 15 Katta molmi? Shundan yetishib bitta o'g'il bersa ham sharoiti bormi mol boqishga? Kirib sho'roza qiynalmaysizmi? Yo'q. Hujjatlar bergan hammasini? Ha. Bo'ladi. Siz ham qaysi mahallada? Qancha ketgan bo'lsin? Masalan, o'zingizdan chorvachilikni ochib Yeni mol olasiz, katta mol olasizmi? Kichkina mol olasiz, katta mol olasizmi? Hujjatlar hammasini berganmisiz? Hujjatlar berganmisiz? Chiqarib beraman zaten. Hurmatli tadbirkorlar, bugungi uchrashuvimiz yakuniga yetdi. Yana masala bo'ladigan bo'lsa, bemalol menga uchrashishinglar mumkin. Mana shu yerda birinchi xonada o'tiraman. Sog' bo'ling, rahmat sizlarga.